Assalomu alaykum. Bugun kompyuterda yozishga qiynaladiganlar uchun kompyuterga qaramasdan yozishda, klaviaturaga qaramasdan yozishni o'rgatadigan, shunga yordam beradigan bitta sayt bor. Shu saytni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Google'ga yoki Chrome'gami, brauzergami kiramiz. Kirganimizdan keyin Monkey Tape deb yozamiz. Monkey Tape. Birinchidan Monkey Tape deb chiqadi. Monkey Tape ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin inglizcha yozuvlar chiqadi, inglizcha so'zlar chiqadi. By program up after move so hold. Короче, inglizcha so'zlar. Siz bu so'zlarda xatosiz yozishingiz kerak. Xatosiz tez yozishingiz kerak. Misol uchun mana ustiga bosib by program up after move so hold public place think. Siz mana xato qilsangiz qizilcha bo'ladi, xato qilsangiz qizil bo'lib qoladi. Sizni vaqtingiz beriladi, vaqtdan tezroq yozishingiz kerak. Tugab qolgandan keyin natija chiqadi. Necha foiz qayda xato qildingiz? 98% to'g'ri yozilgan, 52 ta to'g'ri, bitta xato, boyagi f harfini qizil bo'lib qoldi. Shu hisobiga xato bo'ldi sizda. 30 sekundlik qo'yganman. 30 siz 120 sekund qilsangiz ham bo'ladi. 15 sekundlik qilsangiz ham bo'ladi. Aralash qilsangiz bo'ladi, bemalol. Kompyuterga qaramay yozishni o'rgatadi, tez yozishni o'rgatadi. Ko'proq mashq qilsangiz, qo'lingiz o'rganib, qo'lingiz kelishib ketadi shu narsaga. Foydasi bor.